Immunoterapiya zamonaviy texnologiyalar saraton kasalligini qanday yengadi? Saraton har yili taxminan 10 million kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallikdir. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, onkologik patologiyalar ko'payib bormoqda, ammo saraton kasalligini davolash sifati ham yaxshilanmoqda. 30 yil oldin bunday tashxis o'lim jazosi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda saraton kasalligini to'liq davolash yoki uzoq muddatli remissiyaga erishish mumkin. Bu onkologik patologiyalarni tashxislash va davolashning yangi usullari tufayli mumkin bo'ladi. Ulardan biri immunoterapiyadir. 2018-yilda fiziologiya yoki tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti amerikalik James Ellison va yaponiyalik Tasuki Honjoga saraton immunoterapiyasining rivojlanishiga asos solgan kashfiyotlari uchun berilgan. Saraton patologiyalarini davolashning boshqa usullari bilan solishtirganda immunoterapiya o'zining afzalliklariga ega. Birinchisi yon ta'sirlarni minimallashtirish, ya'ni nojo'ya ta'sirlarni minimallashtirish degani. Saraton kasalligini davolashda hal qiluvchi maqsadlardan biri shu hisoblanadi. Afsuski, mavjud saraton davolash usullari ham salomatlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bunga an'anaviy usullar ham kiradi. Ushbu saraton davolash usullari bilan solishtirganda immunoterapiya sezilarli darajada yon ta'sirlarga ega emas. Yuqori selektivligi tufayli immunoterapiya birinchi navbatda sog'lom hujayralarni saqlagan holda o'simtalarga qaratilgan hisoblanadi. Ikkinchisi, an'anaviy davolash usullariga samarali muqobil bo'lgan immunoterapiya. Saraton kasalligini davolashning boshqa usullari samarasizligi isbotlangan taqdirda ham samarali bo'ladi. Tajriba va uzoq muddatli kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, kasallikning ilg'or bosqichlarida immunoterapiya o'simtaning hajmini kamaytirishi va bemorning hayotini uzaytirishi mumkin. Uchinchisi, hech qanday kontraindikatsiyalar yo'q. Immunoterapiya deyarli hech qanday yon ta'sirlarga ega emas. Immunoterapiya preparatlari toksik bo'lmaganligi sababli ular hatto zaiflashgan bemorlar va qariyalarda ham qo'llanilishi mumkin. Agar siz va sizning yaqinlaringizda onkologik kasalliklar aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.